tashqi ko'rinishim chiroyli bo'lsa, ishim hal deb o'ylashmasin. Bu gaplarni bitta chigirtkani terib bo'lsa ham ilm olgin. Qiz bola nima qiladi o'qib, nima qiladi ishlab. Ya'ni ayollar pul ishlata olmaydi. Faqat ishlatgani xarajat. Har qanaqa biznes egasi agar u kimdandir qarzdor bo'lmasa va kimdir unga qarzdor bo'lmasa, u yutuqda. Men uddasidan chiqa olmasam kerak. Men ular ustimdan kulib qo'yadi. Siz lotereya yutsangiz ham keyin ozgina nolga tushib qolasiz. Chunki aqlli odamlarni topish ham hozir qiyin. Ismim Ashirmetova Mahsuma, 43 yoshdaman, xalqaro darajadagi buxgalter auditorman. Hozirda Apko akademiyasi va Ixlos School korxonalarining rahbari hisoblanaman. 8 yildan beri biznesdaman. Ayollarda moliyaviy stereotip juda ham katta, yuqori, katta blok desam ham bo'ladi, aynan pulga nisbatan. Ya'ni ayollar pul ishlata olmaydi, faqat ishlatgani xarajat, pulni taqsimlolmaydi va pul yig'a olmaydi degan eng asosiy stereotiplar ayollarda nima bo'lib qolyapti? Men katta pullarga chiqa olmayman yo katta bitta biznes ocha olmayman, katta tadbirkorlik qila olmayman, chunki baribir ham men pulni boshqarishni bilmayman degan natijaga sabab bo'lyapti. Natijasi shunaqa yakunlanyapti bu stereotiplar. Bu oldindan bo'lgan, o'zi hammada bo'lgan. Agar sovet davri bizda rejalashtirilgan iqtisodiyot bo'lgan bo'lsa, biz kapitalizmga o'tgan bo'lsak, hammada bo'lgan, lekin ayollar ko'proq uyda, ona vazifasida bo'lgani uchun ularda hali ham bu davom etyapti deya olaman. Bu stereotiplarni oshib o'tish uchun avvalo ayollar o'sha men endi o'zimda Apko akademiyasida moliyaga, buxgalteriyaga o'qitamiz, kasbga xolirdimki, hamma ayollar shu buxgalteriyani o'sha 3 oylik fundamental balans qiladigan bosqichidan o'tishini. Nega? Chunki unda ular bilishadi pulni taqsimotini to'g'ri rejalashtirishni, nima mulk, nima xarajat, to есть klassifikatsiyada. Hammasini bilgandan keyin puldan qo'rqish, pulni ishlatishdan qo'rqish degan bloklar yechiladi. Nima bilan? Ilm bilan. Ilmni olmasak, bu narsa yana ham ko'proq davom etishi mumkin. Va muhim narsa, to'g'ri joyda, kafolat beradigan joyda ilm olishlikisi kerak bo'ladi. Oxirgi rezultatni kafolati bormi degan joyda olishsa, bu bloklar yechiladi. Har qanaqa soha, men hozir ta'limdaman, moliyadaman, har qanaqa sohada ayollar ilmga ochilishligi kerak. Bunda birinchi qarshilik ayollardagi men buni eplolmayman, men buni qilolmayman, uydagilar ruxsat berishmaydi va ichki qo'rquv, hamma ustimdan kuladi degan, endi uy bekalari asosan aytaman, ularda shunaqa qo'rquv bo'ladi va 1 yil oldin biz 28 mingta odamga webinar qilganmiz onlayn ayollarni o'sha buxgalteriya kasbini o'rgatishga. Bilasizmi, shu potokdan 48 ta o'quvchi o'qitganman. Ya'ni mana procent hisoblashingiz uchun aytyapman. Endi men raqam yaxshi ko'raman. Ozgina raqam bilan ham aytaman. Men anaqa shok bo'lganman. Nimaga? Chunki nega hamma xohish bildiryotdi-ku, hamma o'qimoqchi edi-ku desa, birinchi bo'lib ayollardagi blok, men uddasidan chiqa olmasam kerak. Men ular ustimdan kulib qo'yadi agar eplolmasam degan bloklarni yechib o'tishimiz kerak. Uydagi, oiladagi muhit, oiladagi podдержка zo'r bo'lishi kerak, ayollar shu narsa etapiga chiqarib yuborish uchun. Bo'lmasa yana shu narsada qolamiz. Anaqa hurmatim baland. Albatta uyda erkak kishi oila ustuni, ularni rizqi, ularni olib kelgan puli albatta barakali, bunga ham ishonaman. Lekin ayol kishi nafaqat pul uchun ishlash kerak. Ayol kishi o'zini realizatsiya qilish uchun, o'zini mana shaxsiy moliyasi bo'lishi, qaysidir istaklari, etolmagan, hayolan orzu qilib qo'ygan istaklarni realizatsiyasi yo'nalishida ayol kishi o'zini o'zi inson sifatida hurmat qilishda va jamiyatda o'zini o'rni bor deyish uchun ham o'qish kerak. Bor deyish uchun ham bu kasblarni egallab, o'zida qiymat topadi. Ishoninglar, hurmatli erkaklar, ya'ni biz u ayol kishini hamma narsasini bloklaversak, bosim ortib ketadi-da, portlaydi. Lekin u 40 yoshda portlaydi, 45 yoshda portlaydi, lekin umr o'tib ketgan bo'ladi. Hatto 50 yoshda ham menda buxgalter bo'lgan ayolimiz bo'ldilar. O'sha ichki qo'rquvni yengib, men yangi kasb o'rganaman, men isbotlayman degan ayolimiz ham bo'ldilar menda. Bu degani qilish oladi. Faqat ichki qo'rquv yenga olsa, ishonishsa bo'ladi. Shu ishonchni uyg'otish hammani ham qo'ldan kelmas ekan. O'ziga bo'lgan ishonchi, tur, uddalisan, qilasan degan narsa oxirgi ehtiyoj bor. Devorga boshi urilgandagina
осознаем, urilgandagina bo'lma o'qimasam bo'lmas ekan degan narsa keladi. Afsus. Juda ham yaxshi savol aslida. Ayollarga 2 karra qiyin, ishlagan ayollarga 2 karra, balkim 3 karra qiyin. Sababi ulardan farzand tarbiyasi, oiladagi oila yumushlarini hech kim olib qo'ymaydi va ayollar uni ham, ishni ham, biznes agar qilishadigan bo'lsa, biznesni ham eplashlari kerak bo'ladi. Lekin men ayollarga aytaman, agar sizlar hozir shu qadamni bosmasanglar, shu ishga tushmasanglar, ertaga armon qilganinglar, afsus qilganinglar oilangizga yana ham ko'proq zarar yetkazadi. Oilaviy muhitda bolalaringizga baqirishinglar, ushalmagan armoninglardan, ulardan alaminglarni oladigan holatga olib kelib qo'yadi. Shuning uchun sekin bo'lsa ham, kam-kamdan bo'lsa ham shu ishni ushlaylar deyman. Va kim ertaroq boshlagan bo'lsa ish faoliyatini, ya'ni masalan men 18 yoshimda, 19 yoshimda birinchi ishga kirganman. Kim ertaroq boshlagan bo'lsa, u o'z-o'zidan ertaroq shu narsaga nima bo'ladi? Moslashib boradi, egallaydi va oxirida 40 yoshida unga muammo bo'lmaydi. Ish bilan oilani o'rtasidagi biznesni belgilangan. Men oylik ish haqqi bilan ishlaganman nechadir yil. 38 yoshimgacha ekan. 38 yoshimgacha yaxshi oila olganman. Hammasi joyida bo'lgan. Lekin aytganmanki, men oilamga vaqt sarflamayapman. Soat 6:30-7da ketyapman. Men freelans o'zimni ishimni boshlayman, biznesimni boshlayman. Oilam bemalol bo'ladi, vaqtni bemalol sarflayman. O'zim boshqaraman vaqtimni deganman. Meni rahbarim kulganlarda, o'sha soat 7da chiqib ketayotganingda, biznes qilganingda 7da mabod chiqib ketsa, menga telefon qilib qo'ygan deganlar. Tushuntira olaman, ya'ni men bemalol deganman. Lekin haqiqatda biz mana faoliyatda o'sha 8-yilni tugatyapmiz, lekin haqiqatda biznesda o'sha boshida qo'yayotgan paytlaringizda sizni kerak bo'lsa 100% vaqtingizni oladi. Ya'ni 100% involvement deydi, sizdan jalb qiluvchi ham oiladan, ham o'sha paytda yaqinlarni ko'magi muhim. Shuning uchun men ko'pincha aytaman, oilaviy biznes qilinglar, oilaviy. Chunki oilaviy biznes qilganda ham oilaviy munosabatlar yaxshi joyda turadi, chunki ishda ham oilaviy muhitni yaratgan bo'lasiz. Ikkinchisi, sizni podдержка qilishingiz oson bo'ladi. Chunki eng oxirgi yakuniy foyda, biznesdan qoladigan foyda umumiy. Ya'ni hamma shunga qarab harakat qiladi va birlashadi bu narsada. Shuning uchun shunaqa yo'lini, masalan, o'zimning biznesimda maktab sohasi bo'lgani uchun hozir 2ta bolam o'zim maktabimda farzandim o'qishadi. Ular bilishadi nima qiyinchiliklar bilan bu maktab bo'layotganini, qadriga yetishadi. Ikkinchisi, qizim maktabimda dars beradi. O'qituvchi uni nima qilyapman mana, ya'ni o'rgatyapman. Eng kichkina dars ingliz tili o'qituvchisi pog'onadan sekin-sekin rahbarlikka o'rgatyapman. U biznesga, meni biznesimga nima bo'lyapti, sherik bo'lib, shu biznesni keyinchalik davom ettiradigan vaziyatni ham hozirdan ta'minlab beryapman. Shunaqa kichkina proses boshlangan bizda. Biz 4 ta farzand bo'lganmiz. O'qiganmiz, hammamiz o'zimizni kuchimiz bilan grantga kirganmiz. Bilaman, haftadan haftaga pul yetmay qolgan paytlar bo'lgan, bir katta, yaxshi bir oilani, endi yaxshi deganda unaqa moliyaviy erkin oilani farzandi bo'lmaganman, lekin ziyolilar oilasini farzandi bo'lganman. Bizda odamlar aytardilar, ilm olinglar, bitta endi bu gaplarda bitta chigirtkani terib bo'lsa ham ilm olgin. Shunaqa gap bor edi, ya'ni hech nimani ilmga teng ko'rmanglar, bilim olinglar. O'sha bilim albatta sizlarga ertaga o'zini oqlab olib keladi. Biz u paytda ishonmaganmiz, to'g'risini aytsa, adamimizdan qo'rqqanimizdan o'qigan paytlarimiz ham bo'lgan. Lekin ne aytaman, men endi hozir men shunaqasiz-ku yo'q. Bu o'sha institutda o'qirdim, o'qib tugatib yana ishga borardim, ishdan обратно yana institutga kelib topshirardim. Xuddi shunaqa ish karyeramni boshlaganman. U paytda adamlar ham, onamlar ham ishla qizim deyishmagan. Bu o'zimdagi, ichimdagi shijoat. Ayollarga, hurmatli ayollarga aytaman, agar sizda imkoniyat bo'layotgan bo'lsa, xohish kelayotgan bo'lsa, ichingizdan o'sha горение deydi, yonish kelayotgan bo'lsa, istak, boshlaylik. Ya'ni bu ichki ovoz, boshlaylik, chunki armoni kuchli bo'ladi. Qanaqa boshlaylik deydigan bo'lsa, o'sha birinchi o'sha nima ish qilmoqchi, o'qituvchilikmi, nima kasbga shu paytgacha erishgan deydi, nimada ilm olgan deydi. Shu narsani oyligiga qarab, o'zingizga achinib, men qila olmayapman-u, menda o'xshamas ekan, birinchi, ikkinchi oyligida hech kimda o'xshamaydi. Hamma o'ziga stop qo'yib orqaga qaytib ketishi mumkin. Lekin o'sha 3-oydan boshlab nima bo'ladi? Yengillash
hissi boshlanadi, adaptatsiya periodi bo'ladi. O'shandan o'tib olsanglar, birinchi maslahatim o'zingizga o'zingizlar achinish tuyg'usini yo'q qilsanglar, albatta erishasizlar. Albatta xuddi menga o'xshab qo'lingizdan keladi, uddalaysizlar. Men o'zim bir o'sha hozir tushuntirib berdim, qanaqa oilani farzandi bo'lganda, shu yo'lni bosib o'tgan bitta ayol sifatida hech kimni qo'lidan kelmaydi demayman. Bilasizmi, shunaqa qo'lingdan keladi, lekin mehnat kam bo'lyapti-da, xohish kamroq bo'lyapti-da, o'shanga orqaga qaytib ketyapsizlar. Uddalaysizlar, faqat o'sha 2 oy, 3 oyga chidab beringlar, u yog'i yorug'lashadi. Ana qorong'ilikdan sekin yorug'lashadi, u yog'i yorug'lashadi. Sekin-sekin Alloh niyatingga qarab yo'lingni ochadi. Shuning uchun meni sharoitim boshqacha, ularniki boshqacha demayman. Men ham shu sharoitdan kelganman. Aytib qo'yib bu yerda ham ota-onam davrida bo'lgan qiz bo'lganman ishlagan paytimda. Ular meni majburlashmagan ishlashga. Lekin meni ilm oldim-ku, bilim oldim-ku, qolib ketadimi? Ishlashim kerak, zo'r darajalarga yetishim kerak deyman. Yana bitta stereotip ayting. Qiz bola nima qiladi o'qib, nima qiladi ishlab? Chiroyli, yaxshi xonadonni kelini bo'lsa, u yog'iga hayot yaxshi ketadi. Kim kafolatlidir yaxshi ketishiga? Ya'ni qiz bola uzatilayotganda, boshqa bir joyga borganda ilmli bo'lib, kasbli bo'lib borishi faqat plusku, faqat imtiyozku. Ya'ni boshqa bir xonadonga tushganda nega biz 18 yoshdan qizlarimizni uzatib yuboramiz, lekin qizlarimizdan olimalar bo'lishini xohlaymiz. Qizlarimiz bir 40 yoshga to'yganda bir PhD'lar qilishini xohlaymiz. Biz eng kerakli vaqtda, fundament vaqtida ularga o'sha narsani qo'yib bermadik-ku, yaxshilab pishirmadik-ku, yaxshilab ilmini mustahkamlamadik-ku. O'sha stereotipni dan chiqish xohlardim. Mana butun mentaliteti birinchi bo'lib shu stereotip yo'q bo'lishini xohlardim. Ilm albatta kerak. Mabodo hayotda mana adam aytadilar, hayotda sizlar baxtinglarni o'zingizlarning qo'linglar bilan yaratasizlar, qizlarim derdilar. Keyin hayotda nima bo'lishini bilmaysizlar. Qanaqadir vaziyat bo'lganda, har doim shu vaziyatdan chiqadigan kasbinglar, ilminglar bo'lsin derdilar. Uyda bo'lsa ham ingliz tilidan dars berishim mumkin derdilar. Endi u paytda ingliz tilida o'qitardik. Matematikadan berishim mumkin. Bilim hech qachon senga minusingga, zararingga ishlamaydi deganlar. Va o'sha modelda, o'sha nima prinsip deylik, o'sha prinsipda biz hali ham davom etyapmiz, to'xtashni bilmayapmiz. Hozirgi darajani ham men planka demayman, patolog demayman. Meni ham hozirgi joyimda mundoq qarab havas qiladigan ayol tadbirkorlar, havas qiladigan ayol olimalar juda ham ko'p. O'shaning uchun hech qachon to'xtamasligimiz kerak va bu 18 yoshlik, 17 yoshlik qizlarning fundamentiga singdirilgan bo'lishi kerak. Yaxshi gap. Bizani eski maqollarimizmi, o'sha stereotip deymizmi? Albatta, men ayollarni hozirgi kursimda ham, ayollar juda ham katta muvaffaqiyatli bo'lib ketganda ham ayollarga aytamanki, oila balansi buzmaslik uchun sizlarni oilangizdagi ta'minotchilar, oilani ustuni, oilani barcha ro'zg'ori xarajatlarini oladigan inson turmush o'rtog'inglar bo'lishi kerak. Ya'ni eringlar bo'lishi kerak. Sizlarda hamma narsa o'xshab, mustaqil moliyaviy bo'lib qolsanglar ham, bo'ldi, men o'zim hal qilaman, endi sizni anaqa keragingiz yo'q, endi sizdan pul so'ramayman-ku, men moliyaviy mustaqilman-ku degan narsa oilaviy mustaqil degan narsa emas demoqchiman-da. Baribir ham sizlar balansni buzmanglar. Nima balans u deydigan bo'lsa, yaratgan bizani xuddi shu balansda nima qilarkan, balansda berilgan birinchi odam ato, keyin momo havo, pasta. Bo'ldi, shu narsa xuddi shunaqa davom etishi kerak. Kimni puli ko'p, puli o'sib ketdi degan narsada emas. Shuning uchun barakasi ham albatta erkaklarda bo'ladi. Lekin bu degani ayolda pul bo'lishi kerak emas degani emas. Ya'ni boshqacha tushunmaylik. Ayolda ham o'zini topayotgan, ishidan qanoat qilib topayotgan moliyaviy erkin moliyasi bo'lishi mumkin. Qaysidir, endi ruschada shunaqa bor, xatelka deydi-ku, qaysidir etolmagan istaklari, qaysidir masalan rasm chizgisi keladi. Misol uchun yoki bo'lmasa raqsga tushgisi kelar, sport bilan shug'ullangisi kelar, to'g'rimi? Suzgisi kelar. Bo'lishi mumkin-ku, inson biz-ku. Shu narsalarga hadeb anaqa qilmasdan shu kichkina realizatsiyalarni bo'lishini xohlardim, lekin bu degani erkakni rolini, uydagi ustunni rolini ayollar egallab olishmasin. Zo'r topishayotgan bo'lsa ham, "Yo'q, mana shu narsaga pulim yetmayapti meni. Mana shu narsaga sizni yordamingiz kerak. Shu narsani men hal qila olmayman." deyishsagina oilani xotirjamligini ham qo'yib berishgan bo'ladi. Meni prinsipim shunaqa. Unga ham o'zimni hayotimdan olgan anaqa tajribam bunga bemalol hammaga yeta oladigan gapim bo'ldi. Zo'r bo'lsanglar ham, yo'q, menga mana shunga kerak, mana shu
pul o'tkazib yuboring, shunga yetmay qolyapti degan narsa pozitsiya joyida, to'g'ri pozitsiya bo'ladi. Shuning uchun erkaklar endi pul topishmasin, ayolim pul topmasin, o'zidan ketib qoladi. Endi o'zbekcha gap bor-da, shunaqa. O'zidan ketib qoladi yoki pul topmasin, menga bo'ysunmay qo'yadi, erkin bo'lib qolsa narsa bo'ladi. Yo'q, agar ilmli, to'g'ri yo'lga sarflaydigan, to'g'ri maqsadda pul topmoqchi bo'lsa, albatta unga yo'lini oching. Chunki u o'zida ham kimgadir foydali bo'lish hissini sezmoqchi. Kimnidir muammosini hal qilib bera olaman, yordamim tega oladi degan his berilyapti aslida. O'sha narsa kerak, har bitta insonga kerak. Chunki endi aytaylik, ayol uyda foydali bo'lishadi. Hamma narsa ozoda, zo'r ovqatli, lekin sezishmaydi. Shu narsani foydali tegayotganligini sezishmaydi. Shuning uchun kelinglar, ayollar ham bir jamiyat bo'lagi, ayollar ham o'z o'rnini jamiyatda topsin. Agar pul bir xarakter bo'lganda, men mana har bitta rahbar meni tushunadi, ishxonada xo'p bo'ladi, hamma narsani bitiradigan bitta xodim bo'ladi. Hamma ishingizni bitirib keladi, evaziga nimadir so'ramaydi. O'sha xodim o'sha pul bo'lgan bo'lardi. Ya'ni faqatgina u xodimni to'g'ri boshqarishingiz kerak. То есть pulni ham to'g'ri boshqarish, to'g'ri nazorat qilishingiz kerak va to'g'ri motivatsiya berishingiz kerak. Endi pulga motivatsiya nima deydigan bo'lsa, pulni shunaqa joyga sarflang, shunaqa joyga yuboringki, u sizga yana qayta ko'proq daromad olib keladigan pul bo'lib qaytsin. Labbay xo'jayin deb turadigan xodim menda pul bo'ladi. Yo, rostdan-da, men pul bo'lsa karvonda sho'rva deyishadi-ku aslida. Nimaga unaqa tushuntirdim? Xalqaro standartlarda pul eng likvid aktiv. Likvid deganda suyuq, aktiv, mulk. Xohlagan ko'rinishga o'tib ketadi. Aksiya ko'rinishiga, ko'chmas mulkka, mashinaga, tushuntira oldimmi? Demak, labbay xo'jayin, ishingizni bitiraman, zo'r qilib olib kelaman. Faqat to'g'ri joyga yuboring, to'g'ri sarflang. Buni men qarz botqoq deyman. O'zim ham qarz olmayman. Qarz mana bunaqa narsa. Har qanaqa biznes egasi agar u kimdandir qarzdor bo'lmasa va kimdir unga qarzdor bo'lmasa, u yutuqda. Tushuntirammi? Ya'ni kimdir sizga qarzdor bo'lsa ham siz o'sha yutqizib olasiz, chunki qo'lingizda pulingiz yo'q. Siz ham kimgadir qarzdorsiz, u nima qilyapti? Men pulimni bermayapti deb, negativini olib kelyapti va sizning ishingiz ham o'z-o'zidan orqaga qaytadi. Mana shuni tizimini zo'r qo'yish kerak. Endi unda biznesni har doim o'zim puliga qilish kerakmi deydigan bo'lsa, sizda har doim biznesda yo'qotilgan emas, qanaqa imkoniyat puli bo'ladi demoqchiman. Marja ustida va har doim 50 million yoki 60 million yoki 100 million shotdan shotgani oydan oyga o'tadi. Bo'ldi, 100 million ustiga qaymoq. O'sha 100 million turishi kerak emas. То есть yo 10 million bo'lsa, mayli, o'sha turishi kerak emas, u ham o'ziga o'zi pul ishlashni boshlash kerak. Endi bu hozir kriptovalyuta, investitsiya bir nimalar, unaqa narsalarim yo'q. Men sразу o'ylayman, nima proyekt qilsa bo'ladi shu summa atrofida. Endi bo'lgan biz mana shu Ixlos maktabida 2-filialimiz binosini olganimizda endi qanaqadir kattaroq summada, o'shanda 87 mingmi, xullas kattaroq, bir 3 baravarcha hozirgi topayotgan pulimdan 3 baravarcha kattaroq summa bir oyda qilib berish kerak bo'lgan. To'liq aytsam endi anaqa noto'g'ri bo'lmasin informatsiya. Va menda anaqa bo'lgan, qatdan topishim kerak. Qatdan topsam shu endi botqoq olmasa shu qarzdan qutulib ketaman. Imkoniyatlar qidirganman. Kursni optimizatsiya qilamizmi, 100 taga oshirishimiz kerakmi, o'quvchilardan 2 oylik predoplata olamanmi-da, hamma narsani o'ylayapman. Bilasizmi, biz ongimizga shu narsa kerakligini bersak bo'ldi ekan. To есть tik imkoniyat kelar ekan, endi o'sha kelayotgan imkoniyatlarga biz boshqacha qarar ekanmiz, yopishib olar ekanmiz. Shunaqa tushuntiring. O'zi har doim bizga imkoniyat kelib turadi, faqat biz komfort zonamizdan chiqimiz kelmaydi-da, yetadi, hammasi yaxshi. Mayli, bugun bo'lmadimi, ertaga bo'ladi deymiz, qoldiramiz. Lekin u paytda menda nima edi? Ehtiyoj edi. Agar qilib bera olmasam, mendan obratno shu mulkka olib qo'yishi mumkin edi. Hammasini o'ylayapman va ishonasizmi, bir oyda emas, bir yarim oylada, to есть o'sha постепенно qilib uzilib ketdim. 3 baravar katta summaga, 3 baravar katta dohod keldi. Endi shu dohod kelganiga men nima dedim? 3 baravar katta dohod kelgan bo'lsa, nega 4 baravar kelmaydi?
ya'ni blokimiz borku o'zimizda ekan demoqchiman-da. Agar sizni ehtiyoji shunga yetib qolsa, hozir masalan sizga aytay, masalan biznesingizda qanaqadir katta muammo bo'ladigan bo'lsa yo oilangizda katta muammo bo'lsa, qayerdan bo'lsa ham pul topiladi-ku, to'g'rimi? Ya'ni har doim imkoniyatga shunaqa qarash kerak ekan. O'rgangan narsam ham shu bo'ldi. Ha, demak 4 karraga ham oshirsa bo'lar ekan, 10 karraga ham oshirsa bo'lar ekan. Limitni biz o'zimiz berayotgan ekanmiz. Yo'q, bunga chiqolmayman baribir, buni qila olmayman baribir deb maslahat ketyapti-yu asosan, lekin shuni aytdim, agar ishonmasanglar kirmanglar dedim. Masalan, bitta ish qilmoqchimisizlar, o'zingizlar ishonmayapsizlarmi? 50 ga 50 deb kiryapsizlarmi? Kirmanglar. Chunki u ish albatta sizni o'sha energiyangizga qarab 50 ga 50 bo'ladi, keyin 70 ga 30 bo'lib kichrayib ketaveradi. 100% ishonch bilan kiringlar. 70 ga yo 60 ga ega bo'lasiz, zato keyingi qadam qo'shib boraveradi. Shuning uchun bu yerda ham qarz botqog'iga botib qolgan odamchi qarzni to'la olmayman deb o'ylamasin. Menga shunaqa imkoniyat och, men shu qarzni kerak bo'lsa muddatidan oldin to'laydigan narsamni qo'yib olsin, bemalol qiladi. Alloh niyatingga qarab amalingni qildirib qo'yadi. Mana shu ishonchda bo'lish kerak hamma. Bizda bo'ladi, nima bahona, hali uni muddati ham kelmadi. Nima bahona aytsamki, kimdan qarz olsamikin? Nima qila olmayman u baribir. Birinchi savol, nega qila olmaydigan deb o'ylagan narsaga qarzga kirdingiz? To'g'rimi? Masalan, siz mendan hozir masalan 10 ming so'rasangiz, siz men bir oyga so'rasangiz, siz qayerdandir 10 minglik istochnik kelishiga ishonch hosil qilishingiz kerak-ku. Bo'lib ketadi degan narsa emas-da bu. O'zimni biznesimda ham shunaqa. Hatto 30% ga, hatto 40% ga uzilib olsam ham, u yog'iga balkim undan ham zo'r bo'lar. 1,5 oyda точно uzib bo'laman degan harakatim bo'lgani uchun bergan deb o'ylayman. Birinchi bo'lib 38 yoshimda biznesga kirmagan bo'lardim. Ya'ni men 2012-yili xalqaro darajadagi sertifikatsiya olganman, moliyaviy kurs bo'yicha. Men biznesimni o'sha olganimdan keyin, ya'ni yana 8 yil boshlab, hozir endi 16 yillik tajriba, 16 yillik kompaniya boshqacha rakursda, 16 yillik biznesda bo'lgan narsa men boshqa masshtablarga chiqib borgan bo'lardim. Birinchisi. Ikkinchisi, sarmoya degan narsani o'sha endi biznesda biz biznes yurtganingizdan keyin sal erkin bo'lgandan keyin sarmoya boshlanadi-ku. Ya'ni sarmoya masalasida men bo'lay masshtabni ochilgan bo'lardim. Ya'ni to'g'ri, ko'chmas mulklarga qildim, boshqa anaqalarga qildim. Yana o'zim ishongan biznes proyektlarga sarmoya qilgan bo'lardim. Chunki ko'chmas mulkka sarmoya qilishim yaxshi, risk kam, chunki ko'chmas mulk narxi oshib boradi. Siz ijaradan ham pul olasiz. Birinchi plyuslarni olmoqchi bo'lsangiz, hamma ko'chmas mulkka qiladi, zo'r, risksiz variant. Lekin biznesga qilishi ko'proq afzalligi borligini mana tushunib yetyapman. Sababi biznesda siz bitta jamiyatni bo'lagiga aylanasiz. Hozir masalan top number 1 o'z akademiya bo'yicha, Apko akademiya bo'yicha top number 1 degan anaqadaman, reytingdamiz. Ixlos bo'yicha ham hozir top number 1 bo'lardik. Masalan, ixlos maktabimiz juda kechroq boshladim, uni ham aytishim kerak. Yana aytadiganim, biznesga siz sarmoya qilsangiz, siz xodimlarni maoshi, jamiyatda kimnidir ta'lim olishiga sababchi bo'layotgan bo'ladi, soliqlarni to'laysiz, o'lkaga foydasi tegayotgan bo'ladi, infratuzilmasiga va umumiy olganda nima edi, o'zingiz va o'zingizdagi 87 dagi sarmoya bilan, to есть 5 ta tarmoq ishlayapti plyusga. Ko'chmas mulkda bitta tarmoq ishlaydi. Mulkingiz va mulkdan olinadigan daromad. Ana sal tushuncham kengroq bo'lardi demoqchiman-da, ya'ni biznesni kengaytirishga, proyektni kengaytirishga, tam oilaviy, shajaraviy biznes qiladigan kompaniyalar bor-ku jahonda. Shunaqa kompaniyalarga yaqinlashib qolgan bo'lardim dirdim. Demak, 38 yoshimda biznes 38 yoshimgacha men ishlaganman-ku. Qanaqa oylikda ishlaganman, fiksed oylikda va cheklanganman. Hamma imkoniyatlarimni o'zimda cheklaganman. Bilimim, resursim, hamma narsa tayyor bo'lgan, lekin komfort zonamdan chiqa olmaganman. Va o'ylaganmanki 50 yoshga borganda shu oyliklar bilan, zo'r pensiya bilan hamma narsa yaxshi bo'ladi dedim. Lekin xuddi mana O'zbekistondan xorijga sayohatga chiqamiz-ku, bizda katta diapazonlar ochiladi-ku. Ishoninglar, fix oylikdan, fix o'sha belgilangan oylikdan siz biznes qurganingizda o'sha imkoniyatda xuddi shunaqa diapazonda ochilib ketar ekan. Men $1000 oylik olsam, $1000 1,5 ming bo'larmikin deb yurgan ayol edim.
alhamdulillah 1 millionlik kapitalga ham ega bo'ldik. Ya'ni mana biznesni ko'lami, mana biznesni salohiyati shundan iborat. Va 38 yoshimda ochmagan bo'lardim men biznesimni. 30 yoshimda sertifikat olganimda biznes qurib, hozir 16 yillik bitta kompaniyani asoschi sifatida o'tirgan bo'lardim. O'zi boy bo'lib ham qarsiz bo'lsa ham bo'ladi, lekin men buni risksiz degan bo'lardim. To есть risksiz yashashni xohlaysizmi? Yoki bo'lmasa biznes qilib boy bo'lib risk bilan yurishni xohlaysizmi? Albatta risk bilan yurishni xohlardim. Risk bu sizga yangi maqsad, yangi imkoniyat, yangi drive va hammaga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarni ochadigan yo'l. Shuning uchun ham men komfort zonadan risksiz, yaxshi anaqa qilinadigan zonamdan o'sha 38 yoshimda chiqib ketganman. То есть men anaqa emasman-ku, nima edi? Iste'mol savat emasman-ku, to'g'rimi? Faqat iste'mol qilaman, hammasi yaxshi, yana yangi kun boshlanadi. Men hech kimga foydam tegmadi, loyihalar qilmadim, ta'limda o'zimni ko'rsatmadim, butun bir jamiyatda qanaqadir statusga, jamiyatga foydam tegmadi deydigan o'ylar keladi, albatta o'sha komfortchilarga. Ishoning, 50 yoshda ham, 60 yoshda ham kasbimni o'zgartiraman deb kelgan nechta naqa bor bizga, istovchi bor. Apko akademiyaga, "Yo, men kasbli bo'lishim kerak, kasb o'zgartiraman." Kutuvdimda pensiyaga chiqishim. Nega? Nima anaqa edi, ya'ni nima to'sqinlik berdi? O'shaning uchun ko'plarga aytaman, "Yo'q, bu sovet paytini tushunchasi." To'g'ri, rejalashtirilgan siyosat davom etayotganlar shunaqa o'ylaydi. To есть oxiri ham go'zal bo'ladi, oxirida o'sha choyimni ichib o'tirsam bo'ladi deydi. Nimagadir O'zbekistonda bu 50 yoshdan keyin keladi, nimagadir chet elda 70 yoshda ham shu tuyg'u kelmaydi. To'g'rimi? Bizda 50 yoshda уже все anaqa hayot tugadi. Endi bu yog'iga men faqat o'sha nevaralarim bir nima choyimni ishlab o'tirsam bo'ladi-ku deyishadi. Buxgalter, kassa hamma отчетni qo'yaman, lekin ayollarga ayta olamanki, mana eng an'anaviy usul bu konvert usuli bo'ladi. O'sha bo'lib qo'yamiz xarajatlarimizni, istaklarimizni, orzu maqsadlarimizni, o'zimizga bo'ladigan entertainment deydi, o'zimizni o'zimiz xursand qiladigan narsani va oylik daromadlarimizni shunaqa taqsimlab qo'yamiz. Pulimiz bo'lsa o'zimiz bilardik, qayerga qanaqa taqsimlashni. To'xtang, nega unda sizda pul yo'q? Savol. Nega hozir sizda pul yo'q? Ishoning, siz lotereya yutsangiz ham keyin ozgina keyin nolga tushib qolasiz. Agar pulni boshqarishni bilmasangiz. Meni jahlim chiqadi, nega pul yo'q sizda? Biz aybdormizmi sizda pul yo'q bo'lganiga? Harakat qiling, o'qing, imkon toping. Ishoning, o'sha imkon bilan topilgan pul berilgan puldan 1000 marta sizga nima olib keladi? Zavq olib keladi, udovольствие, keyingi qadamga undaydi. O'shaning uchun aytardimki, beraman pulni, taqsimlab qo'yasizlarmi, qila olasizlarmi desa, yo'q. Aslida sizda hozir pul bo'lar edi, o'sha metodni, o'sha boshqaruvni o'rganganingizda. Tushuntira oldim. Ya'ni siz ham bilsangiz kerak, ayollar xohlasa qatdan bo'lsa ham pul topishadi. Ayollar uyda o'tirgan ayollarning ham shaxsiy jamg'armasi bor deb bir chiquvdim-man. Ana o'sha narsaga men boshqaruvda to'g'ri narsani, to'g'ri boshqaruvni, xarajatlarini va daromadlarini mana bunaqa zo'r emasda, deltasi, farqlari qanaqa ketayotganini analiz qilish, tahlil qilishni hamma ayollarga aytgan bo'lardim. Chunki biz ko'p xaridlarimizni, ko'p qarorlarimizni emotsiya asosida beramiz. Biz ayollarimiz emotsionalmiz. Chiroyli ko'rinsa, kimdir tavsiya qilsa, "Ola, shuni qilishimiz kerak" deymiz. Marketingoviy instrumentlar bizga zo'r ishlaydi. Tushuntira oldimmi? Va ayollar agar o'sha grafikidan chiqayotganini ko'rsa, nima bo'ladi? Samokontrol bo'ladimi? O'zini o'zi nazoratga olish boshlanadimi? Hozir hech qanaqa informatsiya bo'lsa, siz bilmaysiz-da. Ko'p sarflab qo'yganingizni ham bilmaysiz, kam sarflab qo'yganingizni ham bilmaysiz. Eng asosiysi, ortiqcha mablag'ingiz bo'lmaydi. Ortiqcha mablag' esa bo'lishi nima u ortiqcha mablag'? O'sha ortiqcha mablag' sizni boy qiladi. O'zi mana birinchisi bu pulni boshqarish san'ati deb boshlasak, birinchi o'zi tejamkorlikdan boshlanadi. Pulni iqtisod qilish istak bilan ehtiyojchi farqiga borishdan boshlanadi. Men xohlavanman, bu meni xohishim yoki bu mening ehtiyojim. Ya'ni bu menga kerak, u bo'lmasa yana hayot davom etolmaydi degan ikkita kategoriyaga bo'lib olishingiz kerak. Istak va ehtiyoj. Ehtiyojlarni ham bir oyligi qanchaligini taqsimot qilib olish kerak. Istaklarga ham taqsim, masalan 70 ga 30.
bo'lishi mumkinmi? Istak 30%, 70%. Keyin ehtiyojlar istakdagi narsa, shuni minimumiga olib kelsak, tejasak, istaklarimizni kamaytirsak, bizda bo'sh o'zimizni qo'limizda qolgan mablag' qoladi. Mana mustaqil, moliyaviy mustaqil bo'lishimizga. O'sha mablag'ni ham to'g'ri yo'lga ishlatish. Menda shuncha pul bor-ku, birinchi istagimda shuni ishlatib yuboray degan narsa emas, o'sha narsani ham to'g'ri yo'lda sarflash bo'ladi. Men tejashni ayollarda masalan shapagolik, men ko'p ayollarni hamma ayol uchun gapira olmayman-da, lekin o'zim tanigan ayollarda qaysidir ma'noda o'sha emotsiyani kontrol qilish, bu meni hozir xohishim, shunga ozgina ko'z yumib ketay, o'tib ketadi degan anaqani qo'yib olishimiz kerak. Yana bitta narsa bor. Bilinglarki, ayollar, agar sizlar sarflayotgan narsa sizlarga foyda olib kelmasa, sizlarni masalan farzandinglarni ilmli qilmasa, o'zinglarni ilmli qilmasa, foyda ma'naviy yoki moddiy foyda olib kelmasa, u narsa xarajat, ortiqcha xarajat bo'ladi. Uni olish kerak emas. Bu qachon bo'ladi? Masalan, qayergadir borayotganimizda yangi ko'ylak kiyishimiz kerak degan narsalar bloklarda yoki hamma boryapti-ku gapga, men ham borishim kerak degan narsalarda, to'xta, meni farzandim hali ilm darajasida unaqa zo'r darajalarga yetishmadi. O'zim ham hali ilmli bo'lmadim. Demak, bu yerga bormay turib, ilmimga sarflaganim ma'qulroq degan tafakkurda bo'lishligingiz kerak. Uning uchun mana qachon tejashadi? Qachonki aqlan menga kerak emas deya olishsa tejashadi. Endi o'zimda ham qanaqa, masalan, pul tushib qolsa bir xilda tez o'tkazib yuboraman-da, mana ehson qilaman. O'zi hurmatli ayol, o'sha kichkinagina pulingizdan ehsonni mukofoti ehson deyishadi. 7dan 700 gacha Alloh mukofotlaydi, rizqingizni beradi, barakasini beradi. Yo'q, men hali ehsonga yetib kelmaganman, men hali boy emasman, men hali ehson qila olmayman. Ehsonning hech qanaqa limiti yo'q. Ana $100 bo'lishi kerak, $1000 bo'lishi kerak degan limiti yo'q. Kichkinagina foyda qilib, bir kam ta'minlanganga bitta kiyim, bitta yegulik masalan qilsanglar, ko'rasizlar baraka qanaqa bo'lishini. Hatto tejashga ham nima qolmaydi? Joy qolmaydi aslida. Ayollarda yo'q, men ayollar shunaqani bor-ku, ayollar demay, o'zi umumiy, yo'q, men hali tayyor emasman unga. Meni hali unga imkonim yo'q. Men qilmayman. Lekin siz shu ayol haqida chiroyli gap gapirishingiz uchun, ular haqida chiroyli fikr bildirishingiz uchun, kiyimi chiroyliligi uchun baho berishlik uchun pul sarflashadi. Endi achchiq bo'lsa ham aytaman, pul sarflashadi. Ana aslida shu sarflar kerak emasdi, tejash yo'llari edi. O'sha minuslarni bu yoqqa ehsonga, ilmga, plusga o'tkazib yuborishingiz kerak bo'ladi. O'sha eng asosiy qonun. Ya'ni ishlata olishsa. Pulim yo'q, keling anaqa birinchi bo'lib, pulim yo'q degan so'zni yo'q qilinglar, slovarda pul bo'ladi. Bu men psixolog emasman. Pulim yo'q, meni hamma narsaga imkonim yetadi, men shu narsaga ochilaman, qila olaman, mehnat qilsam albatta pul keladi. Men farzandlarimni o'qitmoqchiman, menga o'zing chiroyli yo'lini ochgin desa, albatta imkon chiqadi. Prosta biz buni qilmayman, pulim yo'q. Hatto orzu ham qilishmaydi. Hatto orzu qilishga ham qo'rqishadi. Meni bab pulim yo'q unga. Noto'g'rimi? Shunaqa endi bilmayman. Men tanigan ayollarni aytyapman. Balkim men O'zbekiston ayollari uchun gapirmayotgandirman. Ilm o'rgansin, kasb o'rgansin. Shunda men endi biz yaqinda rubrika qildik ChatGPT'da 2030-2040 yillarda eng dolzarb bo'ladigan kasblar ro'yxatini ber. Chunki biz hozirgi 5-sinfli farzandimizga kasb tanlamoqchimiz va 5-sinfdan 2040 ga qarab strategiya tuzyapmiz. Endi ota-ona. Hozirgi yoshlarga aytaman, ana o'sha kasblar atrofida eng yaxshi bilimni, eng yaxshi ustozni tanlashsin. Boshqa hech qanaqa ortiqcha narsalarga pul sarflashmasin. Masalan, hamma o'rtog'imda zo'r telefon bor, qarzga telefon olib olish va o'sha telefon bilan o'ziga qiymat berishmasin. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya, qizlarimizga tavsiya, tashqi ko'rinishim chiroyli bo'lsa, ishim hal deb o'ylashmasin. Ilmli ayol, ilmli qiz har yerda qadrlanadi. Go'zallik bizga Alloh tarafidan berilgan bitta ne'mat bo'lsa, uni ham vaqti bor. Lekin ilm ulashganing sari ko'payadi, o'qiganing sari ko'payadi va foyda olib keladi. O'shaning uchun u yoqqa borishim kerak, bu yoqqa borishim kerak, tushuntirdim, meni chiroyli bo'lishim kerak. To'g'ri, ozoda, chiroyli, go'zal bo'lishsin. Lekin eng asosiy ulardagi eng asosiy qanaqa ayting? Qadr, eng asosiy qadr ularda o'sha ilmi, nazokati,
hayosi bo'lishi kerak, iffati bo'lishi kerak. Ana shu kategoriyadagi qizlar ertaga inshaalloh go'zal bitta oilani davomchisi bo'lishadi. Shuning uchun qizlarimizdagi moliyaviy narsalar. Keyin mana bunaqa. Hozir o'qib oling, keyin qilaman deyishmas, masalan, Mahsuma bo'lib aytaman. Men aytdim-ku, men 8 yil oldin boshlab olardim. Men 20 yoshimda ham boshlashim mumkin edi. Ya'ni hozir startaplar ham ko'p-ku. Hech qachon o'zingizga ana bu narsa o'xshamaydi deb ko'rmanglar. Hozir agar biz Qozog'iston, Rossiya, US, Amerikalarni mana Instagram, hozirgi yoshlarda juda ham katta nima bor? Imkoniyat bor. Instagram to'siq, masalan, u ko'rishmas, yo'q. Tez u to'siq imkoniyatga o'girishimiz kerak. Olamizda GPT bor, eng aqlli bizni nimamiz, endi hozir juda ko'p ular, men ChatGPT deb gapiraman. Bizga yo'nalishlar beradi, tavsiyalar beradi. U bilan o'rtoq bo'laylik, chunki aqlli odamlarni topish ham hozir qiyin. Imkoniyatlar ko'p. Men haqiqatda havas qilaman, masalan, Rossiyadagida, o'sha Instagramdagi qizlar startaplar o'g'il bolalarida juda ham katta masshtabda ilm olishyapti. Aynan IT, kiberxavfsizlik, SMM, modelingda endi juda katta-da va hammasi raqamli kasblar. Ya'ni IT kasblari va o'shalarni o'rganishga yoshlarimizda juda ham katta imkoniyatlar bor. O'shalarni hozir o'rgansin. Negaligini aytaman? Chunki hozirgi yoshlarda faqat O'zbekiston bozorida ish topishim kerak desa adashishadi. Chunki dunyo raqamlashgan, o'sha mobillashgan bo'ldi va biz hozir globalniy fuqaromiz va ertaga ular dunyoda ish topish kerak bo'ladi. Negaki Xitoy ham bu yerda ishlaydi. Tushunarlimi? Ya'ni Malayziya ham ishlaydi. Amerikadagi konsultantni olib men bemalol onlayn ola olaman va o'z-o'zidan bizni yoshlar agar shu darajaga yeta olishmasa, ishsiz qolishlari tabiiy. Shuning uchun hozirdan diplomim bor, men IELTS 5,5, 7 bor deb maqtanishni vaqti emas. O'sha men hozir viziv beraman, o'rtoqlar, sizlarni ana ashaddiy ish bozori kutyapti, ashaddiy kelajak kutyapti. Nima ashaddiy deydigan bo'lsanglar, ishoninglar, siz IELTS 7 bilan yoki qaysidir diplomingiz bilan katta universitetda siz u ish bozorida non topolmaysiz, ish topolmaysiz. Siz nimangiz bilan, malakangiz bilan, ko'nikmangiz bilan va tajribangiz bilan. Demak, hozir ham o'qib, ham ishlab ko'nikmani parallel olib boradigan payt. Riskli hayot. Keraksiz xarajatlardan tiyish. Investitsiya qilish. Hozirgi hayotinglar bilan yashanglar. Kelajakni kutib, o'tmishdan armon qilib yashamanglar. Живи momentum deydi. Hozirgi hayot bilan yashanglar va o'zinglardagi har bitta qobiliyat, o'sha живи momentum. Hech qachon qaysidir imkon kelganda harakat qilaman. Meni hozir pulim yo'q deb pulli qul emas, pulsizni qulingiz bo'lishiga intilinglar.